Bugungi videomda Herobrine tarixi bo'ladi. Ne o'zi horror video chiqyapti. Qarasam kanalimda 8 ta horror videom 8 ta like yig'ilibdi. Men sizlardan atigi 5 ta like so'ragandim. Kanalimda horror video ko'p. Not shtukasi Herobrine. Kanalni ishlayotgan bo'lsalar mana bu. Uni ukasi bo'lgan va o'lgan. Do'stlar, buni ukasi mikrofon kirib o'lgan. Va uni ukasi mikrofon olamida Herobrine ruhi bo'lib qolib ketgan. Bu Herobrine'ni birinchi ko'rgan odam. Bu Herobrine'ni birinchi alfa versiyada ko'ringan rasmi. Do'stlar, bu mashhurlikka erishgan. Bu birdaniga mashhurlikka erishmagan. Bu necha yil, necha oylar ketgan va buni mashhurlikka erishgan. Siz shuni qilsangiz, siz Herobrine bilan uchrashgan bo'lasiz. Bu ovozlarni 99% odamlar eshitib qo'rqishgan. Bu ovozlar faqat g'orda paydo bo'ladi. Videoga like va obunachilik tugmasini bosib qo'yinglar. Men Google'da o'qiganimda men bir kun bir sigirni terimishga borganim, u sigir emas, bir odamning ko'kshimli odam menga qarab turardi degan ovozlarni o'qidim. Shu videoda 10 ta like yig'ilsa, yana horror video chiqaraman. Unutishdi Minecraft'dagi skini bu. Bu skin bo'lmishga o'xshaydi. Shu bo'lmish Minecraft yaratgan desam ishonasizlar. Shu Telegram kanaliga o'tib obuna bo'linglar. Hozirda Telegram kanalimda 14 ta obunachim bor. Shuni iltimos 100 ta qilaylik. O'zimni yuzimni ham ko'rsatganman. Bu akamning yuzi, o'zimning yuzimni ko'rsatmaman. Videoga like va obunachilik tugmasini bosib qo'yinglar.